xizmat avtomashinalar sotib olish mumkin. Jihozlash uchun har xil ko'rinishdagi mebel, maishiy texnika yoki mebel vositalarini sotib olish mumkin. Yana asbob uskuna ishlab chiqarish faoliyatini shug'ullanayotgan korxonalar bo'layotgan bo'lsa, bular asbob uskuna sotib olsa bo'ladi. Asosiy vosita sotib olish uchun chetdan tovar olib kelsa, import shartnomasi bo'yicha asbob uskunani import shartnomada ko'rsatilgan narxi uchun 15% pul o'zini hisobidan shakllantirish kerak bo'ladi. Asosiy talabi shu. Undan tashqari mijoz o'zini ulush sifatida 30% o'zini ulushi bilan qatnashishi kerak. Keyin kredit foizi, kredit